Bugungi video obzorimizda kam yurgan kraskasi top toza full paysada bo'lgan Jetour X70 Plus paysada bo'lgan avtomobilimizda video obzor qilaman. Bu avtomobilimiz full paysada bo'lib 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari mutlaqo top-toza, qirilgan, chizilgan, shilingan joylari umuman yo'q. Avtomobilimiz yab-yangi holatda, boriga 17000 km masofani bosib o'tgan, o'zini yiliga yurmagan desak ham bo'ladi. Bu avtomobilimiz 7 o'rindiqli bo'lib, klimat kontrol, cruise kontrol, elektronli rul, panorama ton, qanaqangidir qulayliklar bo'lsa hammasi bor shu avtomobilimizda. Biz tomonidan sizda o'ylab qilingan qulayliklardan paroglar, poliklar, sonlarga laminatsiyalar, mayda-chuyda ishlargacha qilib qo'yganmiz. Bu avtomobilimiz aytishga, maqtashga juda ham vaqt ko'p ketadi. O'zingiz kelib avtomobilimizni ko'rib, haydab, test drive qilib, xarid qilishingizni xohlaymiz. Bu avtomobilimizning tan narxi $21000 ga naqd pulga olib ketishingiz mumkin. Dream avtomobilchilar uchun arzon qilib ham beramiz. Bunaqa videolarni yoqolmasligi uchun bizni Instagram sahifamizga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Ko'proq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.